20 ming atrofida mashina degan bola shashtiringlar. 2013 Kolxot Honda City. Mashina g'azab yana mana fisqaldirib ko'rsizlar. Mashinaning bahasi bo'ldigandan beri deb menga shashtiringlar. 21 ming koy. Alki maya qiladigan bo'lsalar 2009 8-oyda Civic. Avtomat xod tunglak, mashinada to'mak tava almash yo'q. Mashinaning bahasi 16 ming koy. Aniki Golf'imiz kelib qoldi. Men Golf havaskorlar shashtiringlar 6-oyda Golf. 2012 avtomat xod tunglak paylansa 1.4 tiya. Mashinaning baking'a. Mashinaning bahasi 21 ming ko'jma. Aldigan bolalar shashtirib bunday bo'lsa. Ben Golf'um şaşırdım Golf havaskorlar. Benim sözü de bakat olçu. 2009'un Auda'sa 7 kişilik. 2009'un Auda'sa 7 kişilik. 2009'un maşinesi belki kadar danlap kessek mi pahalı koladı. Maşinin normal paket. Maşinin bahsi 30 ming koylam cuma. Onun ki maya kayladıgan bolsanlar, anı kızdıran da kalsanlar sitine. Kömüşlerden birisi var. 2013'ün avtomatik xod tunglak Honda City maşin gazap yana. Maşinning bahasi 21 ming ko'jma. Unda sen qanday mashinadan bolos gap qilsanglar bo'ldi. Andiki mening so'zim temaqi. 2012 avtomatik xod to'nglik S-Pen Civic, S-Pen cho'ngancha chiqqan. Maşinning bahasi mening 21 ming ko'y. Unda sen davomli mashinadan bolos gap qilsanglar, mashinaning turi to'liq. Ya davomli mashina yanglatmas. Takash 5 ming ko'ydan tatib 5 millionga mashina har qanday var. Şu mashinadan bolos davomli diqqatlanamiz jon xodosi.